bir ahmoqlar qabrga tushib mikrofon qo'yib o'tiribdi. Qabr azobini ko'ramiz, kamera qo'yib tomosha qilamiz deb. U qabr azobi g'ayb u. Inson tush ko'radi, to'g'rimi? Tush ko'radi. Tushidan bir vaqt terlab turadi. Voqelikda bir narsa bo'lganmi o'zi? Hech narsa bo'lmagan. Lekin Alloh tush bilan azoblab qo'yadi uni. Bitta inson tush bilan azoblandi. Qo'rqinchli tush ko'rdi, vahshatga tushdi. Ko'zni ochsa, qarasa tashqarida hech narsa yo'q, to'g'rimi? Uyquda shu narsani Alloh ko'rsatib qo'yibdi-ku. Endi qabr azobiga yana qanaqa dalil kerak? Uxlayotgan odamni ko'rsangiz, teg yotgan bo'ladi. Lekin u o'zining uyqusida u vahshatda bo'ladi. Dahshat ichida bo'ladi. To'g'rimi? Uni siz tepasidan kameraga olib, shuni qayerdan uni suratga olasiz, uni tushuni. Alloh o'shani bu dunyodagisi u ko'rsatib qo'yibdi. Qabr azobidagisini undan ham yuqori u. O'zi biladi uni. Lekin Allohning Rasuli aytganki, shu qabrda azob bo'ladi degan. Ne'matan bo'ladi degan. Bo'ldi.